Bugun olib boradigan joyingiz bor, Nima sizda. esimda bo'lmas ekan, nima esimda bo'lmaydi. Qaynopa. Opa? Nima qo'z bitdi? Shunaqa, bilmay qolasan uka kelganim. Qiz bola uydan ketgandan keyin uyda qo'riqchida yurar ekan. Yurib keling. Yo'q, opajon. Yo'q, o'zim. Voy, o siz ketkazibsiz, yuring. Mana, qanaqa chaqib chalsiz hozir? Qo'yur. Uka, oldinga bir iltimos bilan keluvdim-da. Pochcham ishlari uyushmayaptimi? Voy, ichim sana, bilganingni qara uka. Xullas, xabaring bor. Pochchalar obodonlashtirishda ishlaydilar. Ana o'tlarni o'raman deb o'rta barmog'ini o'rib olibdilar-da. Nima bu, dori-darmon kerakmi? Voy, yo'q, baraka topsin. Davlatimiz to'lab berdilar. Faqat doktorlar sal havo alishtirishingiz kerak, shunga Turkiyagami, Antaliyagami, dengiz bo'yiga borib aylanib kelinglar-da, shunga pochchani olib bir chet ellarga sayr qilib kelmoqchiman. Shunga kechmay buning o'zi berib turgan. Qarab borasizmi? Hozir opa. Qara bor. Yana pul so'rab kelibdilarmi opangizlar? Ha, rosa rechinaga deyaptilar-ku. Siz menga bagim olib berishingiz kerak, bilasizmi? Biz hozir do'konga borishimiz kerak. Ha, demak yopiladi u do'kon. Bo'pti, boramiz mana. Rechinaga pochchani mazasi yo'q ekan, jigarim nima qilayman hozir? Doim shunaqa qiladilar. Ertaga meni gapim, olib bermasangiz o'rtalarni olib yalib qolaman mana. Hozir borib kelamizmi? Ha? Yur, ketdik, yur. Hozir borib kelamiz. Suv ichmoqchi. Bo'ldi, bemalol. Opaniqi, biz hozir shundan keliniz bilan borib keladigan joyimiz chiqib qoldi. Yarim soatda qaytib kelamiz, xo'p? Qozonda ovqat bor, opajon. Yuring. Ukam rosa o'zgargan. Yoshligimizda qanaqa mehribonlik. Men bilan rosa 99 dollar nasib ketdi. Qanday ham oling, opam 69 dollar ekan. Opangiz paxta guli idishlar juda ham ko'p. Bunga hozir pulimiz yetmaydi. Mashlar olmoqchimisan? Ol, hammasi. Kelin, Abi opajon. ukam bugun olib bergan bagima shumidi? Yo'q, bo'lmas. Voy. Voy ular, tushib ketdi-ya. Opa? Joy keldi, ukamni tashlab ketmang. Joy keldi. O'tni so'rayman. Boshqa kelmayman uylarga. Tushunmadim. Uka, xotining hozir uyga yana qaytib kelsangiz, ukangiz bilan ajrashaman dedi. Yo'q, faqat xotiningga tegma uka. Nima deyapti? Nima xor bo'lib yotibsiz, turing. Sen bilasanmi? Meni opam 7-sinfimda kalta yeganimda ham bunchalik xo'rlanmaganlar. Jinimisan, 8-sinfingda bo'lgan. Mayli, siz shoshmay turing. Men siz uchun bunaqalarni 10 tasidan voz kechib olaman. Naminda. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Uka, begona bahor qilma uka. Yurnalimda sen Bahor begona Rozi bolasi. Men aytdim, men bilaman. Bo'ldi, hop deb tur. Hozir ketadi, o't olaman, ketadi, bo'ldi, jim tur. O'tirganda kichkina ko'rinyapmanmi?